haqiqiy qalligini ko'ryapsizlarmi? Uy. Ko'rdim demayapti, ishonasizmi? Ko'rdinglarmi? Mana bu joyi arralar ko'rsataman sizlarga. Oktagonlik. Mana ko'rsanglar mumkin. Ne bildinglar mana manasi, meni lopatka desigan bo'ladi. Devlarning anaqasi, vilkasi bu. Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz, hurmatli charchamayapsizlarmi? Bugungi obzorimiz ozgina boshqacharoq bo'ladi. Obloshkada ko'rganinglarda bugun sizlarga zo'r narsalar obzorini qilamiz, ya'ni sezonoviy tovarlari obzori. Bunaqa obzor menimcha hech kim qilmagan bo'lsa kerak. Bunchalik maydalashib, bunaqa narsalarni obzorini qilmagan bo'lsa kerak. Yaqinroq keling, bugun sizlar bilan nimani obzorini qilamiz, ko'rsatamiz. Mana akalarimizni ko'ryapsizlarmi? Mana haqiqiy mehnatkash akalarimiz. Haqiqiy haqiqiy mehnatkash akalar mana shular bo'ladi. Charchamayapsiz? Salomatmisiz? Rahmat, Allohga shukr. Salomatmisiz? Tog'a, biz mana bunday narsalar sotamiz. Biz YouTube'ga video olyapmiz hozir. Buni biz o'zimiz ishlatib ko'rib, odamlarga aytsak ishonmasligi mumkin-da. Mana siz shu dalaning ichida yurgan odamsiz. Bitta ishlatib ko'rasizda, fikringizni aytasiz. Bo'ladi, bo'lmaydigan narsa deb. Mana bu yerda shunga o'xshash millionta narsa hozir olib kelganmiz. Elektronniklari bor. Bir ishlatib ko'rish kerak-da. Qulay ekan, qulay emas ekan. Narxini aytaman sizga. Masalan, ma'qul ekan, ma'qul emas ekan. Keling, bu yerda molotoklar. Qarang. Shu yerga to'kaylik shuni. To'g'ri o'tmaydi. Bir yordam bermaysizmi video olishga? Masalan, manalar bir ishlatib ko'rish kerak. Vaqt yo'q. Vaqt yo'qmi? Gap yo'q, gap. Bo'lmasa bizga bir burchak ajratib bering, shunday videosini olib tashlaylik. Qayerga qilsak bo'ladi? Mana shu bo'ladimi shu yerga? Mana bunday narsalar bor, qarang. Qaychi elektroniy. Ketaverasiz. Mana qilib. Ana, uzmam ketsa bo'ladi, ko'p narsa ketsa bo'ladi. Xullas, qani ketdik. Mayli, to'g'ri, xo'p. Qadrli obunachilar, birinchi sizlarga ozgina obzor olib ko'rsatib o'raman. Endi mana bu apparatimizni hozir bu yerda ishlatib olmaymiz. Bu nima narsa deydigan bo'lsanglar, qo'y qaychi deb o'ylash mumkin. Ko'pchilik qo'y qaychi emas, bu archalarga ishlov beriladigan narsa. Uni ham ko'chada hozir birorta archani ko'radigan bo'lsa, ishlatib ko'rsatamiz. Beauty brend ostida ishlab chiqarilgan mana bu narsamizni ko'rishinglar mumkin. Ko'pchilik qo'y qaychi deb o'ylashi mumkin, lekin bu umuman boshqa narsaga xizmat qiladigan narsa. Bog'moq akalarimiz bo'lsa, bu instrument nima narsaligini juda yaxshi bilishadi. Daraxtlarga, archalarga ishlov berayotganda, gazonlarga ishlov berayotganda ishlatsanglar bo'ladi. Masalan, oddiy hosillarga mana bu narsani qilib ko'rsataman. Xuddi soch kesadiganga o'xshatib kesib tashyapti, qarang. Shakl bermoqchi edim, o'xshamadi xolos. Mana ko'rishinglar mumkin, xuddi shunaqa apparatlar. Agar u narsamizni ishlatishni xohlamasanglar yoki qimmatli qiladigan bo'lsa, mana bu bog' qaychilarimizni ham ko'rishinglar mumkin. Bu narsamiz xuddi shu vazifani bajaradi, faqat ruchnoy. Buni narxi 88 ming turadi. Buni ham sizlarga chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Buni ham butun O'zbekiston bo'ylab sizlarga dastavka qilib bera olamiz. Biz hozir sizlarga mana bu sekatorimizni ishlatib ko'rsatamiz. Bu sekatorimiz Epica Star degan brendda rabochiy, ya'ni ishlatilib turgani edi. Do'konimizda boshqa assortimentlari bor, bemalol yangisini xarid qilsanglar bo'ladi. Biz yangisini shunchaki ishlatmadik. Kesishini ko'ryapsizlarmi? Mana. Umuman qiynalmayapti kichkina shoxlarga. Atelabda ortiqchasini qilqaman. Mana buni qalinligini ko'ryapsizlar. Qalinligini ko'ryapsizlarmi? Uy. Qalinni ham qirqib tashadi mana. Maydalab tashlaymiz. Ko'rdim demayapti, ishonasizmi? Maydalab tashlayapti. Bu sekatorimiz narxi yozilishi 1280 ming, lekin kelishtirib sizlarga chiroyli qilib
skidkada qilib beramiz. Har doimgidek 12 viloyat bo'ylab dastavkamiz bor. Endi undan tashqari yana boshqa narsalarni ham sizlar bilan bitta-bitta ko'ramiz. Qani kelingchi. Sizlarga zo'r narsa olib qo'yganman. Hozir bu arramizni, kichkina arramizni ishlatib ko'ramiz. Bu asosan kichkina o'tinlarni maydalashda, kichkina shoxlarni qirqishda ishlatsanglar bo'ladi. Hozir mana bu daraxtni, mana bu joyi ko'rishinglar mumkin, o'sha sinib bo'lgan, o'shani qirqib ko'ramiz sizlar bilan. Ko'rdinglarmi? Mana shunaqa qilib qirqib tashlanglar bo'ladi. Tepada zashnigi bor, mana bu motor qismi, mana bu zashtasi, buni bossanglar pramoy bosilmaydi, zashtani bosib keyin bosib ishlatsanglar bo'ladi. Oddiy 20 voltlik akkumulyatorda ishlaydi. Bu akkumulyatorni agar pit tushirib o'rtinglar bo'ladigan bo'lsa, almashtirib ishlatsanglar bo'ladi. Keyingi navbatimiz boqqachiga. Bu asosan tepada joylashgan shox-shabbalarni qirqish uchun ishlatiladi. Hozir bu yoqda hammasini qirqib tasholmaymiz. Bu yoqda daraxtlar endi jonlanyapti. Faqatgina mana bunaqa pastga ketganlarni qirqib ko'ramiz. Ko'rdinglarmi? Buni ham 12 viloyat bo'ylab dastavka qilib beramiz. Undan tashqari bu bittagina modelni ko'rsataman. Undan tashqari do'konda hozir ko'rishinglar mumkin. Buni boshqacha modellari ham bor. Yana bitta kerakli narsamiz, bog'bon akalarimiz uchun doim yonida olib yurishga qulay bo'lgan kichkina mini arra. Buni ham o'tinlarni maydalashda yoki bo'lmasa daraxtni ortiqcha shoxlarni qirqishda ishlatsanglar bo'ladi. Narxi 98 ming, lekin buni ham kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Uni ham pastdagi telefon raqamlaridan zakaz qilsanglar bo'ladi. Hozir qanaqa ishlashini sizlarga ko'rsataman. Mana bu joyi arralab ko'rsataman sizlarga. Juda yengil ishlashi, tishi birdan botadi. Masalan, mana qattiq joyini ham arralab ko'rsataman sizlarga. Ko'rdinglarmi? Daraxtlarni butalab chiqishda, ortiqcha shoxlarni qirqishda bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Bu lekin juda qulay ekan. Olib yurishga ham. Keyingi arramiz, o'sha arrani akasi ozgina katta EPA brend ostida ishlab chiqarilgan EPA S300 degan model, sekatorni pila deb yozilgan, 300 mm ligi. Oktagonlik. Keling, mana shu joyni qirqib ko'ramiz, chunki sinib o'zi tushib qo'ygan. Ko'rishinglar mumkin. Yaqin o'rtada qurib ketadi. Yengilmasligini, qanaqa ishlashini aytaman sizlarga keyin. Juda oson kesar ekan. Narxi 78 ming. Yozilish narxi, buni sizlarga chiroyli qilib 60 ming atrofida qilib beramiz. Buni ham butun O'zbekiston bo'ylab sizlarga dastavka qilib berish imkoniyatimiz bor. Hozir qo'limda har bir uyda bo'lishi kerak bo'lgan narsalarimizni ko'rishinglar mumkin. Har bir uyda bo'lishi kerak bu narsa. Dehqonchilikda ham, dala sharoitida ham maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bunda bemalol mana ko'rishinglar mumkin. Bir tarafida yerda chopsanglar bo'ladi. Yengil, og'irligi taxminan 50 gram atrofida. Mana bu qismi temirdan ishlangani bilan, bu yengil temirdan ishlangan. Bu qaysi vaqtda agar ko'kat ekadigan bo'lsanglar, kichkina parnik bo'ladigan bo'lsa, parnikka ichida bemalol niholga ziyon yetkazmasdan bemalol mana bunaqa chopib ketsanglar bo'ladi. Ikkinchi tarafi, agar musor yig'ilib qoladigan bo'lsa, bemalol musorni mana bunaqa qilib yoki gul ekishga ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin. Ishlagan odamni charchatib tashlamaydi, eng asosiysi. Chunki qo'lga yengil, qulay qilib ishlangan, plastastalari plastmassadan ishlangan. Ishlatishga juda qulay. Ikkinchi, qo'limdagi kichkinagina belcha, mini lopatka desak ham bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Uy sharoitida, parnikda, ko'chat ekadigan vaqtlarda yoki bo'lmasa dala sharoitlarida bemalol ishlatsa bo'ladi. Agar siz qanaqadir 50, 100, 200 kishini dalada ishlatadigan bo'lsanglar, biz sizlarga obyomni olib borib berish imkoniyatimiz bor. Obyomni dastavka qilib berish imkoniyatimiz ham bor. Narxi 48 ming yozilgan, lekin obyomga boshqacha narxda chiqarib beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka ham qilib beramiz. Agar partiyasi 10 tadan ko'payadigan bo'lsa, sizlarga boshqacha narxda, arzonroq narxda ham yetkazib berish imkoniyatimiz bor. Devlarning anaqasi, vilkasi bu. Buni ham bemalol mana ko'rishinglar mumkin. Ko'chat ekishda ishlatsa bo'ladigan narsamiz, ya'ni vilkachamiz. Buni ham narxi shuncha, buni ham narxi shuncha. Yosh katta onaxonlarimiz, otaxonlarimiz uyda o'zi kichkinagina agrochasi bo'ladi. O'sha yerda ishlashni yaxshi ko'rishadi, bilasizlarmi? Hordiq chiqaradi, ya'ni o'sha yerni nimadir qilib, ko'lab yoki yerni yumshatib, hordiq chiqarishadi. O'sha yosh katta insonlarga olib berib qo'ysanglar ham bo'ladi bu narsani. Mazza qilishadi, xursand bo'lishadi. 12 viloyat bo'ylab dastavka qilib beramiz buni ham.